xona haroratini o'lchuvchi va boshqaruvchi pultimizni ulash jarayonlari. Biza juda e'tibor beradigan narsamiz bu yerda nol va fazani to'g'ri ulash va tok qaytishini to'g'ri ulash. Bu yerda ko'rsatib qo'yibdi. Nol faza va qaytish strelkasi ko'rsatib qo'yildi. Buni nima uchun kerakligini hozir jarayonda ko'ramiz. Bu yerda biz ulaganmiz. Mana bu pultimiz haroratini boshqaruvchi va ko'rsatib turuvchi. Bu yerda ham ulangan 0 ni 0 ga, fazani fazaga va qaytuvchi tok mana bunda ham ko'rsatib qo'yilgan. Bundan chiqyapti, u yoqqa kiryapti. Demak, nima degani? Bu servoprit ochish jarayonida 0 fazani joyi almashadi. Joyi almashganda servopritimiz ishlashni boshlaydi. Va bu xonada radiator bo'lmagan hisobiga poldan datchik olganmiz. Pol temperaturasini boshqarib turuvchi. Endi buni yoqib bitta ko'ramiz. Hozir vaqtinchalik ulangan, vaqtinchalik yoqilgan. Ishlash jarayonini ko'rsatamiz. Yoqilgandan keyin qizil chiroq yonadi. Bu yerda xona haroratini o'lchuvchi qurilmamiz yondi. Unga tok keldi. Unga buyruq beramiz. Ya'ni qaysi haroratda o'chib yonishi. Mana past qismida ko'rsatilgan harorat, tepasida hozirgi harorat. Xohlagan xonamizni holatiga qarab, sharoitiga qarab mana hozircha 45 qo'yib qo'ydik. Mana ishlashni boshladi. Ishlashni boshlagandan keyin qurilma tok jo'natgandan keyin ishlash jarayoni boshlandi. Chirog'i mana bundoqcha ko'rinadi. Qizil chiroq yonyapti, demak tok borib qaytib kelyapti. Asta-sekin mana bu servopritimiz ko'tarilyapti. Shu jarayonda ko'tarilib boradi. Hali bu yerda nasoslar ulanadi. Mana nasos joyi hali hammasi ulanib bo'lgandan keyin bir u bitgan holatini yana bir ko'rsataman. Buyruq keldi. Plus faza boradi. Yopiq bo'lsa buyruq keladi ochish uchun. Shunda faza boradi-da, keyin bundan qaytib keladi, ochadi. Ochib bo'lgandan keyin bu yopadi keyin mana yana. To'xtadi, bo'ldi. Hozir переключать bo'ldi. Nasosimiz hali ulamaganmiz. Ulaganimizdan keyin u nasos ishlashni boshlaydi. Toki hamma servopritlar ishlab bo'lgandan keyingina bu yerdan signal beradi. Bo'ldi, hamma klapanlar ochildi. Nasosga ishlashga tayyor. Sirkulyatsiya jarayoni bu boshlanishi mumkin bo'lgandan keyin bu qurilma buyruq beradi va nasos ishlashga tushadi. Bizda hozir bu gradus berdik. Endi hozircha otopleniyamiz ishlamayapti. Bu tekshirish jarayoni. Xudo xolasa ishlagandan keyin yana bitta ochiq oydin bitta video qilamiz. Hammasini batafsil ishlash jarayonini kuzatamiz. Bu bizda bir kanalli xona haroratini o'lchuvchi pultimiz, bir kanalli yana ikki kanalligi bor. Bu ikki kanalliga qanaqa ulashni ham ko'rsataman. Bir kanalliga bitta ahamiyat beradiganimiz, e'tibor beradiganimiz, har doim montajdan oldin shu narsani tortishni 3 ta sim tashlash kerak. 3 ga 1,5 kamida tashlash kerak bo'ladi. 3 ga 1,5 tashlamasa bu pultlarimiz ishlamaydi. Bundan obratga qaytish kerak va
buyruqqa mana bu modulga berish kerak bo'ladi. Ikkitali simda hech qachon ishlamaydi va to'g'ri ulash kerak. Xona haroratini boshqaruvchi 2 kontaktli va 2 gradusni ko'rsatuvchi xona pultimizni ulash jarayoni bitta moduldan ikkita sim keladi, ikkita ushtali 3.1.5 va alohida nur va fazalarga ulanadi. Nur va fazalarga ulanadi, alohida ulanadi va uni qaytuvchi toki bitta bo'ladi. Sababi bu yerda ikkita temperaturani boshqarish va ko'rib turish xususiyatiga ega bo'lgani uchun hozir narada ulanganlarni ham ko'rsatamiz. Har bitta kelgan simga alohida ulanadi. Masalan, bu tupli pulni dan kelgan sim bo'lsa, unga alohida seropritlari alohida ulanadi. Bu yerda tupli pul, bu yerda radiatordagi seropritlarimiz alohida kelib kontaktga ulanadi. Tupli puldan kelgan seropritlarimiz alohida kelib tupli pulga ulanadi. Hozir ishlash jarayonini ko'ramiz. Xona pultlarimizni o'rnatib bo'ldik. Endi tekshirish jarayoni. Bismillah. Qismlarni keyin xudo xolasa akkuratni qolamiz. Mana modulimiz ishga tushdi. Modulimiz ishga tushgandan keyin barcha xona harorat datchiklarini yoqilgan. Seropritlar sekin ochilishni boshlamoqda. Pultlarimizni ko'rib chiqamiz. Xona harorati tepasidagi, pastidagi berilgan harorat, buyurilgan harorat. Ishlayapti. İşte mana. Nasıl yaptırıp da? Sanki işlettik de. Olganimiz gradus ko'tarib tushirishga ega. Xudo xolasa mana Wi-Fi ga ulaymiz. Mana 22 gradus berdik. Qolgan gradus beramiz. Wi-Fi ga ulagandan keyin xudo xolasa jarayonni bir ko'rsataman. Bu xona harorati. Bu ko'rsatib mana xona harorati bunisi pol harorati ekan. 18 darajada polimiz. 16 darajada xonamiz harorati. Barcha seropritlar ochilib bo'lgandan keyingina modulimiz nasosga
bitani beradi va nasos ishga tushadi. Toki hammasi ochilmaguncha nasosga bitani bermaydi. Bardak uchun sal uzr, xudo xolasa buni to'g'rilab qo'yamiz. Endi hozirgina ulab hammasini tekshirib bo'lganimizdan keyin ishga tushirib tekshirib ko'rish jarayoni. Umumiy tekshirib ko'rish jarayoni.